Shunaqa seriozli nomerlar, seriozli mashinalarda turadi. X0770OA. Mashinamizda qora Captiva, kilometri juda ham kam yurgan. Oldi qismida ozginagina ishlar bor ekan, ularni remont qilib chiroyli chiqazib beramiz. Xo'p, navbatdagi mashinamizda 1.8 Lacetti, buni ham kilometraji 70 000 kilometr yurgan ekan. Shu izolyatsiya qilib, propellerni uстановка qilib beramiz. 4-fakalini faqatgina buni oldi qismi sportivniy bo'ladi. Nimaga desanglar, 1.8 Lacetti o't kuchi ko'p bo'ladi, bilasizlar. 1.8 Lacetti'da quyiladigan farsunkalar sportivniy bo'lishi kerak, programmalarni ham hammasini ideal qilib beramiz. Reduktorga ham alohida e'tibor beringlar. Reduktorda ham o't kuchi ko'proq bo'lishi kerak. Programma xizmatlarimizni Gentra, Nexus, Cobalt, chip tuning hammasini ideal qilib beramiz. Telefon raqamlarim bor. Narx-navo bo'yicha ham murojaat qilinglar. Arzondan qimmatigacha, sifatlilarigacha qilib beramiz hammasini, xudo xolasa. Bu mashinalarimiz ketadi. Nexus mashinamizda avtomat korobkasida ozginagina muammosi bor. Kecha taylarni urib olishgan ekan. Hozir qisman ko'rsatib ketaman, keyinchalik post qo'yaman.